Suhbatdagi xonadonimizdan ish roblarni qo'yib berganmiz. Ishlar termo 78 bo'lgan, romlari 6 metr yo'l plastik bo'lgan, high-tech fason uslubda bo'lgan. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumot berib boraman. Bu xonadonimiz high-tech fason uslubda bo'lgan. Hozir bir etajli xonadon. Ikkinchi etapda bu tarafda ish roblarni qo'yib beramiz. Hozircha birinchi etapda bu tomondan qo'yib berganmiz. Hozir ishlashdagi yopilishlari, fasonlar bo'yicha, dizayner bo'yicha bir qatordan tushuntirib boraman. Bu tomonda romlarimiz oynasi yergacha holatda bo'lgan, 6 metr yo'l plastik bo'lgan. Hozir ko'rishingiz mumkin. Fasoni ikki tarafi ochiladi, o'rtasi splashli holatda gulxor holat bo'lgan. Hozir ochilib yopilishlarni birgalikda ko'ramiz. Bu tomonda esa romimiz ochilmaydigan holat bo'lgan, rangi Aleksandr mokri rang bo'lgan, oynasi oq oyna bo'lgan. Va bu tomonda esa eshigimiz termo 78 dan qilib berganmiz. Eni 1.60 ga, balandligi 3 metr atrofida bo'lgan. Teng qanotli holat qilib berganmiz. Ochilib yopilishlar juda yengil holatda ishlaydi. Ruchkamiz tublino ruchka, italyanskiy mahsulot bo'lgan va shatlankasi bilan holatda qilib berganmiz. Oynagimiz oq oyna rangi Aleksandr laminatli mokri holatda bo'libdi. Termo 78, qalinligi 708 holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 708 qalinlikda. Ochilib yopilishlar juda yengil holatda ishlaydi. Ko'rsizlar, petlarimiz ham 3 tadan petlar qo'yib berganmiz. Italyanskiy petlar bo'ladi. Termo 78 da eng yaxshi tomoni kurslar ko'rsasi shunaqa avvalgi holatda bo'ladi. Oyoq bosganda oyoqqa botmaydigan holatda bo'ladi. Va rezinalari ham chiqib holatda, uzun holatda turadi. Ochilib yopilishlari juda yengil holatda. Hozir romimiz ham ishlashini, yopilishini ham ko'ramiz. Va bu tomondagi romimiz ikki tarafi ochiladi bu. Tagidan bo'g'ilgan, ko'rslar promobili holat berganmiz. Plastikda ko'tarish quvvati yergacha holat bo'lmaydi, chunki ko'rslar qanot standart bor. O'rtacha qanot 2 metr atrofida yo 180-190 bo'lishgan. Shuning uchun tagidan bo'g'ib, qanot o'zidan ochilish qilib berganmiz. O'rta panorama holat qilib berganmiz. Ichkaridan tashqarini bemalol holatda ko'rsa bo'ladi. Kurslar ochilib yopilishlari juda yengil holatda ishlaydi. Ichidagi mexanizmimiz 6 metr plastikda Winhouse mexanizm qo'yganmiz. Ruchkamiz germanskiy mahsulot bo'ladi. Ochilib yopilishlari juda yengil. Va bu tomondagi esa двойно mexanizm qo'yib berganmiz. Mexanizm xuddi shunaqa Winhouse mexanizm qo'yib berganmiz. Chunki standartda baland holat hisoblanadi. Chunki 2 metrga Winhouse mexanizm qo'yishni tavsiya beramiz. Chunki Winhouse mexanizmda juda yengil holatda ishlaydi. Va bu tomonda ochilmaydigan gulxor oyna bo'lgan. Eshik yonidagi uchun ochilmaydigan gulxor oyna qilib berganmiz. Va bu tarafdagi esa xuddi shunaqa, bu ham xuddi shunaqa ochilmaydigan gulxor oyna bo'lgan. Va bu tarafda ham xuddi shunaqa u bilan bir xil holatda qilib berganmiz ko'rsa. Eni o'rtacha 230-240 atrofida chiqadi, balandligi 3 metr holatda bo'lgan rom. Ichkaridan tashqari panorama vid holatda ko'rsa bo'ladi. Oynagimiz oq oynaga esa tiniq holatda ko'rinadi tashqari. Ko'rslar bunda ham xuddi shunaqa oddiy ochilish, bunda двойной mexanizm ochilish holatda qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli ish romga kelsa, pastda nomerni qoldiramiz. Nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi xonadonlarni ham video qo'yib boraman.